Korrupsiya bu shunchaki jinoyat emas, bu islohotlarga xiyonatdir. Davlatimiz rahbari tomonidan 2026-yilning korrupsiyaga qarshi kurashda favqulodda holat yili deb e'lon qilinishi soliq tizimi xodimlari zimmasiga ham ulkan mas'uliyat yuklamoqda. Jizzax viloyat soliq boshqarmasida o'tkazilgan navbatdagi davra suhbati aynan shu mavzuga bag'ishlandi. Tadbirda boshqarma rahbariyati, shaxsiy xavfsizlik bo'limi va huquqni muhofaza qiluvchi organlar vakillari ishtirok etdi. Asosiy urg'u soliq xodimining kasb odobi va har bir xatti-harakatining qat'iy nazorat ostida ekanligiga qaratildi. Qayd etilganidek, endilikda lavozimim bor, menga hech kim tegmaydi degan tushunchalarga o'rin yo'q. Korrupsiya bu islohotlar yo'lidagi eng katta to'siq. Shu bois boshqarmada huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda tizimli profilaktik tadbirlarni kuchaytirganmiz. Bizning maqsadimiz kimnidir jazolash emas, balki jinoyatga imkon beruvchi omillarni tag tuv bilan yo'q qilishdir. Har bir soliq xodimi bilishi shart, xizmat vakolatidan chetga chiqish bu nafaqat qonunbuzarlik, balki kasbga va davlatga xiyonatdir. Jizzax viloyat soliq boshqarmasida bu boradagi nazorat mexanizmlari qat'iy o'rnatildi. Shuningdek, davra suhbatida davlat soliq xizmatchilarining xizmat vakolatidan chetga chiqmasligi, har bir sohada komplens nazorat tizimining samarali ishlashi bo'yicha vazifalar belgilab berildi. Maqsad bitta: soliq organlarini korrupsiyadan xoli tizimga aylantirish va tadbirkorlarning davlatga bo'lgan ishonchini yanada mustahkamlash. Halollik va kasbga sadoqat bugungi soliq xodimining bosh mezonidir. Jizzaxda bu boradagi profilaktik tadbirlar tizimli ravishda davom ettirilmoqda.